O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 5-6 hamda 7-iyun kungi ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 5-6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikcha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatiladi. Harorat 5-iyunda kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 6-iyunda kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja. 7-iyunda kechasi 17-22 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.